73 13. Mana o'tdi. Namuncha sodda bo'lmasa ha bu odamlar. Birovning plastik kartasi ma'lumotlarini o'zlashtirgan holatda kiberjinoyat sodir etish holatlari haqida ko'pchiligimiz ma'lumotga egamiz. Ammo o'zini soxta sotuvchi deya e'lon qilib, so'ng hisob raqamiga pullar tushgach qorasini ham ko'rsatmaydigan firibgarlik turlari mavjud va Buxoro viloyatida mana shunday holat kuzatildi. Telegram ijtimoiy tarmog'idan o'zini kitob sotish bo'yicha onlayn tadbirkor shaxs sifatida ko'rsatgan fuqaro tanishini aldadi. U Buxoro shahar G'ijduvoniy ko'chasida yashovchi 2004-yilda tug'ilgan fuqaroga 11 dona matematika fanidan Pifagor kitoblarini yetkazib berishni va'da qiladi. Hamda firibgarlik yo'li bilan olingan ma'lumotlar asosida 1,200,000 so'm pullarni o'zlashtirib olishga erishadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni 25 yoshli fuqaro sodir etganligi fosh etildi. Kiber xavfsizlik sohasida sodir etilgan mazkur jinoiy holat yuzasidan gumon qilinuvchining boshqa xuddi shu turdagi mavhum holatda sodir etilib, fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tezkor texnik surishtiruv hamda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Zamon shiddat bilan o'zgarib borayotganligi bilan firibgarlikning turlari ham ortib bormoqda. Har bir o'zimiz xohlagan mahsulotni ko'rib, tanlab olish imkoniyatiga ega ekanmiz. Demak, o'zini sotuvchi deya tanishtirayotgan onlayn firibgarlarning tuzog'iga tushishdan saqlanaylik.